Hozirlarga yo'l belgilari bo'yicha savollar beriladi va har bitta to'g'ri topgan javoblar uchun 20 ming so'mdan beriladi. Ketdimi? Birinchi belgi emas. Adabini oyimmi yo ota bolam To'xtashmidi bu? Yo'q, unaqa emas. Topolmaydimi? Keyingisi ham okey. Keyingisi bilasizmi ana yo'lim davomida mashina ana qilishmi normalniy o'tish ya'ni to'liqroq javob bering. Tekis yo'lmi? Da, shunaqa. Ha, keyingisi O'tmaslik yo'lmi? To'xtatish unaqa. X. ha, yo'q, unaqa emas. O'sha qiyin. mashina o'tmaslik Yo'q, bu ham emas. Keyingisiga o'tamiz. o'ngga chapgami Ha, yo'q, bu ham emas. Eng oxirgisi va eng osoni, qaranglar. Juda oson, prosta qarab topib qo'ysanglar bo'ladi. Hobi. bilmayman To'xtang. Yo'q, hayır. Topolmaydilar. Siz nechta belgini to'g'ri topdingiz? Izohlarda yozib qoldiring.